ئۈلگىلىك bir جەمەتنىڭ ئەسىرلىك قان ياشلىق كۆرەشلىرى ۋە قىسمەتلىرى. ئاپتورى ھاجى ئەكبەر مۇھەممەدنىياز. Bundan keyin insonlar faqat anglab, tanlash orqaliqla, planlıq siyosat orqaliqla saqlanib qalalaydi. Vaslav Havel. Kirish so'z. Vatanparvarlik, adab axloq va diniy e'tiqodga o'xshash odamlarni oliyjanoblikqa boshlaydigan, haqiqiy go'zal narsalarni borgan-siri tushunish va chin qalbidan so'yish imkoniyatiga ega qilib, uningdan huzurlantiradigan hamda turlik yo'llar bilan go'zal narsalarni o'z amaliyotida namoyon qilishga yetaklaydigan g'oyaviy kuch. Haqiqiy vatanparvarlik chiroyli so'zda emas, balki vatanning, millatning manfaatini ko'zlash yo'lidagi tavranmas pozitsiyalar va kaskin harakatlarda. Ya'ni aziz vatanning, millatning hozirgi holati bilan passiv holda qanoatlanib, reallikqa tan berib, uningdan quruq faxrlanadigan emas, balki hozirgi bechora holatini o'zgartish va bu o'zgartishni butkul kuchi bilan qo'llab ilgari surish jihatdagi harakatlarda ifodalanadi. Tarixga nazar soldigan bo'lsak, har qaysi mamlakat, har qaysi millatlarda nurg'unlagan vatanparvar zotlar o'tdi. Bizning tariximizdami butun dunyoga ozoda yetgudak va ulgu bo'lalig'idak vatanparvarlar to'shaq edi. Ammo hozirgi davrimiz birdilla bundaq dunyoviy saviyadagi ensiklopedik olim, o'limalar va haqiqiy millat suyar dunyoviy doktor professorlardan umuman xoli holda turmoqda. Shundaqdimi biz buninglik bilan biroqla bo'shishib qolmay, bizdan vaqtsiz ayrilgan, ashu qimmatlik va suyumlik kishilarimizning qahramonliklaridan ulgi ilib, tarixiy xatoliklardan ibrat ilib, yana bir navbat kechikmay pukilgan qaddimizni dal vaqtida qayta ruslab elishimiz, majburiy yo'sinda dafsanda qilingan obro'yi inovatimizni qayta tiklab elishimiz lozim. Uyg'urlar yaqinqi 84 yildan beri, bo'libmi oxirgi 7 yildan buyon o'z vatanida tutqun, chet ellarda qochqinga aylanib qolgandan keyin jamoat, oila, kelib chiqish, nasabnoma qatorliq an'anaviy miroslarga bo'lgan tunishi va bu jihatdagi an'anaviy qimmat qarashlari kun siri suslashib, boshqa madaniyat omillariga havas qilib, o'zining milliy an'anasidan nomus qilish, o'zini o'zi kamsitish, eng muhimi umidi va g'albi ro'yini yo'qotish natijasida Uyg'urchani ravon so'zlayolmaydigan, qiblaning qaysi tarafda, ona vatanining qaysi yo'nalishda ekanligini bilmaydigan yangi va shalg'ut avlodlar birdilla ko'paymoqda. Bir qism qalpig'i cho'ng doktor professorlarmi aqli gajgisiga o'tib qolgandaklar vatandagi xalqimiz bilan bo'lgan farqni texmi cho'ng va mohiyatli qilish uchun atalmish til yiziq o'zgartish muqomi to'lab beqiyotidir. Hozircha Uyg'ur milliy kimligi va milliy mavjudligi chet ellarda oran 50 yil, ya'ni oran 2 avlod davom qilyotidi. Birinchi avlod butun hayotini beg'ishlash bilan yaxshi boshlanish, ikkinchi avlodni layoqatlik Uyg'ur qilib yetishtirib chiqish bilan voyaga yetib, uchinchi avlodlar asosan o'zi turishliq allarning muhiti va qimmat qarashlari ichida singishib ketishda ching turish bilan oxirlashadigan ochiq reallik hamma oilaga xiris qilmoqda. Hammaga ma'lumki, oila barliq Uyg'urlar uchun tunji vatan. Ayollar bo'lsa, erlar va bolalar uchun vatan. Oila zo'rayib, jamoat bo'ladi. Jamoat zo'rayib, qabila, ulus bo'ladi.
Ondan bular birlashib davlat qurib chiqadi. Davlatga shu millat ichidagi eng jasoratlik va farosatli kishilar bosh bo'lsa, avom orom topadi. Öz xalqini har jihatdan taraqqiy qildirishda ilm ma'rifatning yuksak pallasiga yetganlar va idora qilish talanti bo'lganlar ko'plab kerak bo'ladi. Vatanni barcha tahlikelik yoshirin xatarlardan qo'g'dashda, vatanni jonlardan qimmatlik deb e'tiqod qiladigan o't yurak vatanparvarlar va millat suyar o'g'lonlar millionlab lozim bo'ladi. Uyg'urlardagi o'ziga xos bo'lgan oila va jamat, ma'rifat va saltanat qarshi ajdodlarimizni 30 asr Markaziy va Shimoliy Osiyoning tangdoshsiz xo'jayinlariga aylantirdi. Ammo keyingi 9 asrda uzluksiz ko'chman va badaviy qavmlarning udu parakandichiligiga uchrab yurib, taraqqiylashish, milliy madaniyatni qayta gullanish u yoqda tursin. Aslida bor bo'lgan barcha milliy miroslarni qo'g'dab qololmay yoki loyiqida foydalanib bo'lolmay, yaqinqi bir asrda birdilla butun dunyodagi eng xor va eng bichar millatga aylanib qoldi. Millatning eng qattiq xo'rliq tatgan va cho'ng xiyonatlarga uchragan davrlari asosan yo'l boshchi dohilar yotdin. Agashkuchi avom xalq bizdan, qon to'kkuchilar bizdan, o'zirini surdiganlar yotdin. Urushda g'alaba qiluvchilar bizdan, suhbatda vatanni setib hajlaganlar yotdin. G'alaba qiluvchilar bizdan, g'albining mevasiga ega bo'lganlar yotdin bo'lgan chaqlarga markazlashgan. Demak, oila va jamoatning Uyg'urlarning milliy taqdiri va milliy istiqbolidagi rolini qat'iy sal chog'lig'ili bo'lmaydi. Necha ming yillik milliy mavjudligimizni saqlashda asos bo'lgan har xil an'anaviy milliy miroslarimiz, milliy xosligimiz ana o'sha oila jamoatlarga puxta bog'langan. Milliy kelajagimiz uchun zarur bo'lgan. Shundaqla Uyg'ur milliy bexatarligi uchun qat'iy zarur bo'lgan oila va jamoat huquqlariga sal qaralg'achqa oila kelib chiqishi noma'lum, jamoatining orqa ko'rinishi aniq bo'lmagan salohiyati sirliq odamlar har yerda millatning joni-jon manfaatlari va kelajagiga munosabatlik o'rinlarni o'ngchi egallab, texi o'rnidan turmagan millatga yana yangi o'raklarni qazmoqda. Bundaq pasqiliqlar va rol ilvatqanlar haqida ko'p to'xtalmasaqmi, xalqimiz har kuni degidek shohid bo'lmoqda. Bu yomon ahvol bizga barliq qoldiq yo'chuqlarni yemlab tindirib, to'g'ri bo'lgan qimmat qarashlarimizni qaytadan hayotimizning har qaysi bosqichlariga tezdan singdirib, umumyuzlik universal holatda tatbiqlashning ta'xirsizligini bildirmoqda. Olam apreydi bo'lgandan boshlab toki milodiy 1619-yilgacha aziz xalqimiz ichidan sonsizligan cho'ng oqsoqollar, yo'lboshchilar, qahramonlar va qobil yetakchilar o'ttirg'i chiqqan edi. Sodda bo'lsa-mu ixlosmand xalqimiz ularni himoya qilib, qo'llab qolmay, ichki tashqi dushmanlardan qo'g'dash yo'lida issiq jonlarini va barliqini ikkilanmay pido qilg'achqa, oqsoqollarmi butun vujudi bilan shu so'yimlik xalqining mavjudligi, gullanishi va istiqboli uchun kech-kunduz barliqini beg'ishlab yurib, xalqning bugungacha davom qilishiga sababchi bo'ptikan. Ammo keyingi 100 yillik jaholat bizni undaq ruhdan tamoman yiroqlashtirg'achqa, o'z ichimizdan chiqqan mo'tavarlar asrlarda butunlay xalqimizning realligidan qattiq qayg'urib, kelajagidan andish qilib, ko'zi orqada qolgan ekan.
Yandı barning qadri yo'q deb, o'zimizdan chiqqan dana, chechan va qobil yetakchilar chetga qiqilib, oqqun, nadon va shum niyat jaholat pirlari hammasi hech yerda put terab turolmay, vatanimizni o'zining jannati qilib olish uchun saldak eqib kelgandan keyin peshva haqdan murt bizdan, patva yotdan ijro qilish bizdan, qon to'kish bizdan, huzurini surish yanili shu yotlardan oshmadi. Natijada oz kam 300 yil ham ishg'olchi dushmanlar orqa-orqadan navbat bilan bizni qirib va qul qilib keldi. Bu orada tashqi dushmanga qarshi aqlni va tafakkurni bo'g'ib qo'ygan ichki dushmanlar bo'lgan jaholat pirlariga qarshi Hazrati Musodak qutquzg'uchi dohilarni Allah bizga chiqarib berdi. Ammo ularga dushmanga va jamoat fikrlariga itoat qilganchilik itoat qilmadik. Jaholat pirlariga jon pido qilgandek haqiqiy dohilarga asosan samimiy bo'lmadik. Ularni ichki tashqi dushmanlarning xatirdan qo'g'dash u yoqda tursin, aksicha ularni oshkora qaslab o'ltirgan past qotillar bilan sherik bo'ldik. Natijada dunyodagi eng past va eng nijis banditlar tarixda barliq turkiy xalqlarga ustoz va xoqon bo'lgan kuchlik madaniyatga ega xalqimizning shillisiga minib oldi. Shundan beri yana talay qahramonlar va qobil sarkilar o'tirg'i chiqdi va chiqmoqda. Ammo texicha jaholat iskanchisidan qutulib ketolmayotgan xalqimiz ularni yana qarlab, sestib, obro'yini to'kib, fitna qilib yurib jimiq turmoqda. Bütün zihni bilan dushmanga qarshi plan tuzib, bir ishni oxiriga elib chiqalaydigan oqsoqollarimiz aziyib ketdi. Izini bosadiganlarmi ularning taqdiridan tenishirkinib, astag'ina hozirgi umumiy to'plamdan o'zini tortdi. Hozirmi dushmandan keladigan to'qmoq dashnamdan, o'zimizdan keladigan bo'ktam, batnam va dil azori hassilab eshib ketmoqda. Oqibat millatimizga hech qanday ülgülük oila yoki jamat tepilmay, har kim o'zi bilgancha ko'nglini xo'sh qilib, o'zini aldab yurmoqda. Vatanimizda bo'lsa, hammamizning qadrdonlari har kuni behuda xo'rlanib, nomuslari dafsanda qilinib, o'zliksiz qirilmoqda. Chet ellardagi har xil besimlarga bardoshlik berolmay, yot ellarda singishib ketish qarori yoki ona vataniga qaytish irodasi orasida tengirqayotgan va jasoratini yo'qotgan Uyg'urlarga vatanimizdagi eng qiyin va qo'rqinchli davrlarda mash'al bo'lib yonalgan ma'rifat mash'ilini uda bir asr o'chirib qo'ymay keyingilarga yetkazib beradigan o'lgulik bir qutlug' jamoatdagi 4 avlod kishilarning qisqacha tarixini va ish izlarini bayon qilish orqali oila va jamoat haqidagi tonishni qaytadan cho'nqurlashtirib, barcha tushkunlik va umidsizlikni cho'rib tashlab, har bir vatanso'yar va millatparvar oila jamoatdan xalqimizning va ona vatanimizning kelajagi uchun har jihatdan layoqatlik va to'liq salohiyatlik yangi avlodlarni yetishtirib chiqib, millatning siyosiy, iqtisodiy, diniy va harbiy omonatlarini ishonch qilib tutqizg'udak saviyaga yetkazishni qat'iy talab qilamiz va umid qilamiz. Birinchi Abdulla Mubdojim va o'g'li Abdujalil Damullojim 1842 yildagi tunji qitimliq Afyon urushi kelishimi va 1860 yildagi yana bir qitimliq Afyon urushi kelishimidan keyin Sharqning kasal ko'rpisi deb tonilgan chirik va iqtidorsiz Manching imperiyasi
G'azindagi barliq oltin kumushni Angliya va Fransiyaga urush chiqimi sifatida to'lab, Rossiyaga to'lagidak puli yo'q. Tashqi Manjuriya bilan vatanimizning g'arbidan hozirgi O'zbekiston cho'nglig'idagi zaminni bo'lib berguchi bo'lgan 20 necha yilda mustamlika joylardagi harbiy ishg'olchi kuchlarining muoshini berolmadi. Buningdan foydalangan ishg'olchilar va yerlik g'olchilar xalqimizning barliq mol dunyolarini 80 necha turlik har xil boj, seliq orqali xonavayron qilib oz deb, yana barliq xalqni bekorliq emgakka silib, qasr saroylar va sipillarni soldirib holini qo'ymadi. Oqibat pichoq so'ngakka yetgan xalqimiz umumyuzlik qo'zg'alib, Manching imperiyasining vatanimizdagi 100 yillik mustamlika hukmronligini tubdan yo'qotdi. Halbuki bu qutlug' zafardan texi 22 yil burunli vatanimizga palangan Manching boshbug'i Linzashu Uyg'urlarni amdi mangu bosh ko'tarolmaydi deb kesib aytgan edi. 1841 yili ilg'i palangan Guangdong, Guangxining sobiq valisi Linzashu Tangirtog'ning janub shimolida necha yillik tekshirish ilib borgandan keyin 1845 yili o'g'li Linrujo'ga yozgan xatida shu yerdagi ahvollarni mundaq tasvirlagan. Bu yerga terixchilik dehqonlarini yo'tkashning maqsadi amaliyotda chegarani qo'g'dash hilasidir. Ammo ular bilmaydiki, bu Uyg'ur yurtida, ya'ni Xuyjang. Chegara qo'g'dash deganlik amaliyotda shu chegaraning nerisidagi Qo'qon, Qirg'iz va Anjanlardan mudofaa ko'rish deganlikdir. Ammo 8 shaharliklarning hammasi Uyg'ur tursa, nimadan mudofaa ko'radi? Bu Uyg'urlar, ya'ni Xuyzi, uchiga chiqqan do't, intayin qo'rqinchoq, shundaqla intayin bichar xalqdir. Xitoyning amaldorlaridan ta oddiy askarlargacha ularni eshakning o'rnida ishiltidi. Ularni yuvosh qo'y o'rnida ko'gashga Xitoylar sodada va qarz jazonilarda ularni yetkuchi aldab shuladi. Lilla gapni desam, bu Uyg'urlar har kuni qo'zg'alan qiysimi haqliqdir. Ularning qo'zg'almasligining sababi shuki, bizdan ilgirki Jung'arlar ularni bizdan bakrak ezib tikan. Bizning xondaligimizning qo'liga o'tib, texi kunning seriqini ko'rib qapti. Shunga Xitoy amaldorlarini ko'rgan aman yo'ldagilar otdan tushib, yerda yetib, ta'zim qilib, hurmatini va hokimlardan qo'rqqanini ifodalaydi ekan. Ofitser va askarlar bir ochiqlandimi bo'ldi. Bularning qo'rqib jini chiqib ketadi ekan. Mush tipik oldida qo'l yondirish emas, hatto qechishni bilmay jim turdi ekan. Bular tug'mi do't bir xalq ekan. Buni obdan bilgan ajdodlarimiz ayni chaqda ajoyib ustulik bilan yo'l ichib, to'salg'usiz bu yerlarni elib, cho'ng to'kpi yoritibdi ekan. Hammaga ma'lumki, Linzashu 1839 yil yozda Xumin sohilida apyon ko'ydirib, nom qaznib, shu yili noyabrda Angliyaning apyon urushini qo'zg'ab, 1840 yili Hong Kongni besib olishga sababchi deb qarilib, davlat uchun qurbonlik qilingan pechki edi xolos. Aziz vatanimiz 1862 yildan 1864 yillardagi umumyuzlik qo'zg'alon natijasida uzil-kesil mustaqil bo'lib, janubda Tarim vodisidagi azizani Qashqarni markaz qilgan badavlat hokimiyati, shimolda Eli Balqash vodisidagi G'uljini poytaxt qilgan Eli Taranchi sultonligi qurildi. Biroq mazkur ikki davlat dal shu yillari
bepayon Turanға deb besib kirishni boshlagan Rossiya bilan Hindistondan shimolga qarab kunsiri kengayotgan Buyuk Britaniya o'ttirsidagi 100 yillik buyuk o'yinning yagona qurbonligi qilib etildi. Eli sultonligi Afg'oniston uchun, Qashqariya davlati bo'lsa Hindiston uchun yo'qolishga mahkum bo'ldi. Hindistonni 1858-yili to'liq yutib olgan Angliya 1876-yili Hindistonni rasmiy holda o'zining bir qismi deb jakarlagandan keyin Markaziy Osiyoni besib olish uchun 1867-yili Turkiston harbiy valiyligini qurgan Rossiya 1877-yili 13 yildan buyon besib olgan Qo'qon xonligi, Xiva, Buxoro xonligi va Eli sultonligini o'zining zimini deb e'lon qildi. Yuqorqi ikki elning yordamida 1876-yili vatanimizga tajovuz qilgan Manchang xonligimi 1878-yili hozirgi vatanimizni o'zining yangidan qayta yutib olgan yangi zimini deb jakarlab 1881-yili 24 fevral Peterburgda Eli kelishimi imzolab, Balqash ko'ligicha bo'lgan O'zbekiston cho'nglig'idagi zaminni Rossiyaga bo'lib berish badaliga Qalduq Eli tavasini o'rislardan elib 1884-yili 17 noyabr atalmış yangi mustamlika apparati bo'lgan Şinjan o'lkasini qurdi. Bu jarayonda Zozongtang va uning kalla kesar jallotlari vatanimizning janubida ig'ir qatliam va qirg'inchilik elib berib, Uyg'ur xalqini oz deganda chorak asr asliga kelolmas, 50 yilda muqaddan ruslayolmas va qayta bosh ko'tarolmas qilib Molla Musa Sayramining ma'lumotiga qaraganda 1878-yili yanvarda Xotandagi eng oxirgi hal qilg'uch urushda Badavlatning eng cho'ng peshqadam sarkardalaridan 90 nafardan oshiq qo'mondan shahid bo'lgan. Ular bilan bir sapda urush qilgan tumanlagan jasur Uyg'urlarning qonlari Xotanga to'kilib, Shahidani Xotan degan nomni yana bir qatim yengilgan. Bu qatim Qashqar va Xotanda 7450 odam tutqun qilingan bo'lib, 1166 kishini Badavlatga askar bo'lgan degan bahona bilan qirib tashlab, barliq qo'qonliqlarni birdak vatanimizdan qo'g'lab chiqargan. Bu qitimqi qirg'inga shohid bo'lgan Gumi diyarining muftisi Abdulla Mufti Hojim Uyg'ur tarixining eng azobli qismatlari bilan to'lgan 1850-yildan 1920-yillardagi har xil kartinalarga shohid bo'lgan kishi bo'lib, u da necha avlod muftilar jamiyatidan ekanligi ma'lum. Undan boshqa Abdulla Mufti Hojimning Hüseyin Tajalli bilan yaqin aloqasi borligi va muhim suhbatdoshlardan biri bo'lganligini nazarga olganda, har ikkalanni o'xshash davrning odamlari deb qarashga bo'ladi. Uning ustiga Badavlatning Xotanga kelishidan Zozongtangning Xotanda qatliyam paydo qilishigacha bo'lgan murakkab vaziyatlik yillarda ko'pincha erlar kechkiprak oilalik bo'lgan. Qo'limizda Abdulla Mufti Hojimning hayoti haqida hech qanday birinchi qo'l material bo'lmag'achqa, biz faqat ayni chog'da Xotan va Gumida yuz bergan cho'ng ishlarga qarab turib, shaxslarning hayotini ozroq tasavvur qila olamiz. Ba'zida otaning hayotini balaning hayotiga qarab faraz qilib olish tas emas. Abdulla Mufti Hojimning hayoti va ish izlarini bilmoqchi bo'lganlar uchun o'g'li Abdujalil Damollam Hojimning hayoti va ish izlari yetarlik. 1896-yili dangliq ulamo Abdujalil Damollam Gumi muftisi Abdulla Mufti Hojim oilasida dunyoga kelgan. 1896-yili Mufti Hojimning birdan-bir o'g'li Abdujalil Damollam hozirgi Gumida tug'ilgan.
Мәзkur o'lima aziz vatanimizda oldingi asrning keyingi yermidagi Uyg'ur milliy mavjudligi va milliy kimligini saqlab qolishda g'oyat zo'r rol o'ynagan Abdul Hakim Mahsum hojimning dadisi bo'lib, dadisi Abdul Mubti hojimmo Gumi diyarining diniy peshvosi edi. Mubti hojim bu o'g'lini 1909-yili uyiga mehmon bo'lib kelgan Qutbiddin Shah Husayn xon Tajalli Hazratiga shogirdlikqa bergan. Tajalli Hazrat 1912-yili uni Qashqarda yangi maktab ochgan dangliq diniy islohotchi Abduqodir Damollamga avatib bergan. U ustozni hayron qoldirib 1915-yili oliy unvon bilan o'qish bitirib Gumiga qaytib kelgan. Bu chaqda 1913-yili Tömür xalifini o'ltirib, Turpan Qumulda ta'sirini qaytadan zo'raytib millatariz Xitoy Yanzingshingning mustabid siyosatlari va cheklamalar Xotanga yetib kelgan bo'lib, 1915-yillar Türk ziyoli Ahmad Kamal qo'lga ilinib, Atush Iksaqdagi Jaddicha maktabmo zo'rlab taqvitilgan edi. Ya'ni olimning Abduqodir Damollamga topshirib berilgan va o'qishini bitirib qaytib kelgan vaqtidagi qarashlarda 5 yil farq bo'lib, bu balkim hijriya va milodiya yilnomisidagi farqlardan kelib chiqqan bo'lishi yoki ba'zi hodisalar qayta takrorlangan bo'lishidan kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Abdujalil Damollam 1916-yildan 1928-yilgacha dadisining izini besib, mazkur jamoatdagi eng yosh diniy olim bo'lib qoladi. 1928-yil yozda Yanzingshing o'ldirilganda inqilob uchun har jihatdan tayyorlik qilishni ko'ngliga pukkan Muhammad Bug'ra, ya'ni 1901-yildan 1965-yilgacha yashagan. Yurt kezishga chiqqanda Gumida ozroq to'xtab, Gumidagi diniy ulamolar bilan xufiyona suhbatlashib ko'rib, Qarqash Mubti Axun nomli bir olimni bu yerda o'zi qaytib kelgicha qoldirib qo'yib, Cho'chakdagi Murod apandining yeniga ketgan. 1933-yili 26 mart Abdujalil Damollam Gumi xalqini qo'zg'ab, shu kunila Gumini qo'lga ilib, qog'iliq bilan Xotanning aloqasini uzib etgan. Milliy ozodlik ko'rishi mag'lub bo'lganda chet elga chiqib ketgan. 1936-yili vatanga qaytib kelib, kurash qilgan. 1937-yil oktyabrda Jallod Shingsay tarafidan boshqa sabdoshlar bilan birga Gumi bilan qog'iliq orasidagi cho'loqning seyida tirik ko'mib etilgan. Davomi bor. Mەnbە ئۇيغۇرلار تور ژورنىلىنىڭ 15 سانىدىن ئېلىندى.